Ma Orta Asya'daki qarindoshlar, Uyg'uristonchilar, Uyg'uriya deydigan qarindoshlar, nahayat kallanlan siyaga tutinglar qarindoshlar, hayat mamatni tanlashga duchor bo'ldik mana. Mao Doğu Türkistan'ın otuğunu götürüp algan, yıllardan beri xalqqa biz zararçılık yaxşılık qilib bakmagan, ya lagerni to'xtatmagan, ya bir kampani to'xtatmagan, komünistni ya bir chitirtanmagan, ya bir Uyg'ur qonuniga kuch qo'shib bakmagan, ya bir muhacirat Uyg'urlarimiz zararçılık yaxşılık qilib bakmagan, ma insonlar hozir sakrab chiqib, yana şeytandan depo usul o'yini qilib turibdi qarindoshlar. Bizni hamda turk qilamiz. Biz hamda biroq turk bo'ladi ekanmiz. Zaminimizni Uyg'urdan boshqalar bo'lib berdi ekanmiz. Hem de Uygur Amerika kanununu mu bölüp bir dikenmiz karındaşlar Türkistan kanunu kılıp hem de onun Türkler mi paydayamış buna karındaş hem de bizge şorpusu mu kanmaydı ki hem de hacılar taşır etken ustukhanı biz hacılar etkemiz buna karındaşlar bu beybenin işleydiğanlarının ki balları bu komünistinin ki acı çakarları hazır ma hizmet düştü ya karındaşlar Buna biz hem de Uygurlarga mana yuğan yaxşılık kılıvatı da. Bağı tani gap qo'y hem de. Ölüm xetimizni özümüz kötürüp apırdaşlık qilmayli. Kaldığımızda sevgi tutaylı qarindoshlar. Mana 2024-yılki yeni uyan başlanıptı. Mana imzanı qo'yiversak, bir ömür pushaymonlik qilamiz qarindoshlar. Herkes qo'yish qolmaydi. Bu noqul alda bu Uyg'uriston besilingan zemin degan bo'lsa, mayli qo'ysak, men uni qo'llayman, ammo bu unda degan gap emas ekan. Bu Turkistondagi barliq huquq manfaatni Uyg'urdan boshqa millatga bo'lib bergan gapgan qarindoshlar. Az zeminni mi bo'lib berdik emas. Bular da bo'lib berib ko'nib qolgan. Bular xotinni mi solab berdi, bolalarni mi solab berdi, ağaçni mi solab berdi, sanglisini mi solab berdi, bular solmagan odam qolmadi qarindoshlar. Endi bizninkiga ko'z tashlayotdi. Bizning bolalarımızdan, bizning xonimimizdan, bizning vatan urug' tuqqanlarimizdan zaminimizningki ko'yda bular. Bu qurvaga atalmış hükümetlerinin içinde her milletin teşkil topgan, Xitoyning 56 milletin teşkil topgan qurultaysiga o'xshash qarindoshlar. Shunga nahayat sagar tutayli. Turkiyadagi ma azroq bir Uyg'ur deydigan inson va tashkilotlar bo'lsa, tashlashmayman biletni. Amerikadagilarni tashlamanglar. Kanadadagi ma azroq Uyg'ur deydigan odam bo'lsa, herkes tashlamagan qarindoshlar, chatoq chiqdi. Ma cho'ng bir tikoda qilib turdi.